Shu Xabi Alonso bekor ketdi. Alvaro Arbeloa hali yosh edi bunaqa katta klubga. Pahvoy menga. Albacete klubi Ispaniya segundasida 17-o'rinda ketayotgan klub edi va bu klub Copa del Rey turniridan Real Madridni chiqazib yubordi. Pahvoy. Menga pahvoy. Soppa-sog' bo'lib turgan Jude Bellingham, soppa-sog' bo'lib turgan Chouamini, soppa-sog' bo'lib turgan Rodrigo, Courtois nima uchun o'ynamadi? Nima uchun ularga dam berildi? Asosiysi harakat qilyapmiz, to'xtamayapmiz, ijodni to'g'ri yo'nalishda gazini bosyapmiz. Oxirgi marta Real Madrid 2024-yil 12-dekabr kuni sovrin yutgan. Necha yil bo'lyapti? Bizda faqat Chempionlar Ligasi va La Liga qoldi. Ispaniya Superkubogi ketdi, Copa del Rey ketdi. Menga pahvoy. Bu murabbiyga ishonish mumkinmi qolgan turnirlarda? Menga pahvoy. Qayta aytaveraman, kallan qismaylar.